Demak, cheksiz o'nli kasrlar mana bu cheksiz davom etar ekan. Yoki bo'lmasa 1,47, 55, 46 va hokazo mana 3 nuqta qo'yib qo'yapman. Bu nima degani? Bu cheksiz o'nli kasr degani. Ya'ni mana buni oxiri yo'q, davom etib ketaveradi. Tugatib bo'lmaydi bu narsa. Mana shularga biz cheksiz o'nli kasr deymiz. Demak, mana bular chekli o'nli kasrlar, bular bo'lsa cheksiz o'nli kasrlar deyiladi. Xo'p, endi chekli endi mana bu cheksiz o'nli davriy kasrlarimiz bor-ku, masalan, cheksiz o'nli kasrlarimiz. Xo'p, cheksiz o'nli kasr. Mana shuni o'zi ikkiga ajraydi, ya'ni ikkiga bo'linadi. Davriy va nodavriy. Davriy bo'lsa qanaqa shaklda bo'ladi? Davriy bo'lsa, o'xshash sonlar takroriy keladi. Misol uchun 1,37, 37, 37 va hokazo 37 lar takrorlanib qaytib kelaveradi. Xo'p, nodavriyda misol uchun 1, 2, 3, 4, masalan 6, 9, 7, 2, 1, 4 takrorlanish bo'lmaydi. Bularni nodavriy, mana bularni bo'lsa davriy o'nli kasrlar deyishimiz mumkin. Xo'p, davriy o'nli kasrlar, masalan, yana misol keltirishimiz mumkin. 0,111. Faqatgina bir takrorlanyapti. Yoki bo'lmasa 2,3,3,3,3,3 yoki bo'lmasa 9,17, 171, 171, 171. Mana shunaqa takroriy o'nli kasrlarni biz davriy o'nli kasrlar deymiz. Misol uchun 3,14, 6, 7, 4 takrorlanishsiz keladigan o'nli kasrlarimiz, cheksiz o'nli kasrlarimiz nodavriy o'nli kasrlar deb ataymiz. Endi e'tibor beramiz. Mana bu davriy o'nli kasrlarni biz qanaqa shaklda yozamiz? Har doim mana bu 3 nuqta qo'yib yozish masalan bizga qulaylik tug'dirmaydi. Bu narsa noqulay bo'lgani uchun biz buni qisqartirib, takrorlanuvchi son bor-ku, mana bu 1, 1. Mana shularni bir donasini qarshisiga olib kirib yozib qo'ysak bo'ldi. Mana shunga teng bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasa 3 takrorlanyapti mana bu ikkinchi kasrda, ikkinchi o'nli kasrimizda. Xo'p, takrorlanuvchi sonni shuna qarshisiga olib qo'ysak bo'ldi. Yoki bo'lmasa uchinchisi 9,171. Ya'ni takrorlanuvchi 171 sonini biz nima qildik? Qarshisiga olib kirib yozib qo'ydik. Yoki bo'lmasa mana qaranglar, bo'lishi mumkin 12, 01, 45, 45, 45 va hokazo cheksiz 45 lar takrorlanib kelyapti. Takrorlanish mana bu yerdan boshlanyapti, to'g'rimi? Buni davriy o'nli kasr ko'rinishida yozishimiz quyidagicha bo'ladi. Ya'ni 12,0,100dan 1 45. Yoki bo'lmasa hop 1,02, 3, 3, 3 va hokazo 3 lar takrorlanyapti. Bu 1,0,100dan 2 va davrda 3. Mana shu shaklda yoziladi. Hop. Endi mana bu nodavriy o'nli kasrlar bo'lsa, shunday shu ko'rinishda qolib ketaveradi. Bu narsani biz qisqa shaklda mana bu xuddi davriy o'nli kasrga o'xshab qanaqadir yozish usuli yo'q. Mana shu o'z holatida qolaveradi. Hop, endi e'tibor beramiz. O'zi mana shu davriy yoki nodavriy, umuman olganda cheksiz o'nli kasr qayerdan hosil bo'ladi? Misol uchun bitta sonni ikkinchisiga bo'lish paytida bizda cheksiz o'nli kasrlar hosil bo'ladi. Xo'p, masalan 9 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 3 chiqadi, to'g'rimi? Lekin 10 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 3,3dan 1. Endi mana shu yerda xo'p, agar 1 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, kalkulyator orqali bo'lasidan farqi yo'q. 3 ni takroriy ko'rinish kelib chiqadi. Mana shu joylarda bizda cheksiz o'nli kasrlar hosil bo'ladi. Yoki bo'lmasa 7 ni hop 13 ga bo'lsak ham, bu ham qanaqadir bitta cheksiz o'nli kasr ishda ham hosil bo'ladi. Mana shu holatlarda bizda cheksiz o'nli kasrlar hosil bo'lar ekan. Endi hop, cheksiz va chekli o'nli kasr haqida ko'rdik. Cheksiz o'nli kasrlarimiz ikkiga bo'linar ekan, davriy va nodavriy.
davriy kasrlarimiz mana shu tartibda yozilar ekan. Nodavriysi bo'lsa shunday shu ko'rinishda qolaverar ekan. Endi bitta qoidasi bor bu narsani. Yozib qo'yaman. Kasrlarni, misol uchun a taqsim b shaklidagi kasrni bizda chekli o'nli kasr shaklida yozishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mahrajini tekshirishimiz kerak. O'zi bu narsa imkoni bormi, yo'qmi? Nima ish qilamiz? B ni tub ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Agar mana bu yerda tarkibda 2 va 5 dan boshqa tub sonlar, misol uchun 7, 3 yoki 13 va hokazo 11 lar qatnashib qoladigan bo'lsa, biz buni chekli o'nli kasr ko'rinishda yoza olmaymiz. Misol uchun, hop 7 taqsim 97. Hop, keling, mana shuni 91 qilib qo'yaylik. Dastlab bitta narsa, mahrajni to'quvchilarga ajratishdan oldin surat va mahrajni bir xil songa, ya'ni kasrimiz qisqartirishimiz kerak. Ya'ni 7 ga qisqartiradigan bo'lsak 1.13. Endi mahrajni qaraymiz. To'quvchilarga ajratadigan bo'lsak 13 ta o'zib qoladi. Demak, buni biz chekli o'nli kasr ko'rinishida yoza olmaymiz. Demak, mahrajda 2 va 5 dan boshqa tub sonlar qatnashadigan bo'lsa, ular cheksiz o'nli kasr ko'rinishiga o'tib ketib qoladi. Faqatgina mahrajda to'quvchilarga ajratganimizda 2 va 5 dan iborat ko'rinish bo'lib qoladigan bo'lsa, buni biz chekli o'nli kasr ko'rinishida yozishimiz mumkin. Misol uchun 1 taqsim 100. Buni bilamizki 0.100 shaklida yozamiz. 0.100 dan bir shaklda yozamiz. Endi 100 mahrajdagi 100 ni to'quvchilarga ajratadigan bo'lsak, hop bizda nimalar hosil bo'ladi? Hop 2 ga bo'lsak 50, 2 ga bo'lsak 25, 5 ga bo'ladigan bo'lsak 5, 5 ga bo'ladigan bo'lsak 1. Qaranglar, mana 100 kanonik yoyilmasida faqat 2 ning kvadrati va 5 ning kvadrati mana shu ko'paytmadan iborat bo'lyapti. Ya'ni boshqa begona tub son yo'q 2 va 5 dan boshqa. Agar mana shu yerga 3 qo'shilib qoladigan bo'lsa, ya'ni 1 taqsim 300 bo'lib qoladigan bo'lsa, buni biz chekli o'nli kasr ko'rinishida yoza olmaymiz. Bu narsa cheksiz o'nli kasr ko'rinishiga o'tib ketib qoladi. Hop. Bo'ldi, mana shu. Endi shu bilan o'nli kasr haqida, chekli va cheksiz o'nli kasr haqida, davriy, nodavriy kasr haqida tushunchalar tugadi. Hozir faqat tushunchalarni ko'rib chiqdik. Endi hisob-kitoblarga o'tamiz. Ya'ni o'nli kasrlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish. Keyin ana hozir ko'rganimiz davriy o'nli kasrlar bor-ku, mana shularni kasr ko'rinishiga o'tkazish. Shularni hozir ketma-ket ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda o'nli kasrlarni qo'shish va ayirishni ko'ramiz. Xo'p, o'nli kasrlarni qo'shish va ayirish. Misol uchun 2.10 dan 3 ga 4.100 dan 21 ni qo'shmoqchiman. Bu qanaqa qo'shiladi? O'nli kasrlarni qo'shishda tagma-tag, xuddi natural sonlarni qo'shganim kabi tagma-tag qo'shaman. Faqat e'tibor beradigan joyimiz mana bu virgul bor-ku, virgullar mos ravishda ustma-ust tushishi kerak. Bizda oddiy sonlar bo'lganda, misol uchun natural son 23 bilan 421 ni qo'shmoqchi bo'lganimizda nima qilardik? 421 ni tagiga 23 yozardik. Mana bu birlar xonasi mos ravishda, o'nlar xonasi mos ravishda bir-birini ostida bo'lishi kerak edi. Endi o'nli kasrlarda unaqa emas. O'nli kasrlarda nima bo'lishi kerak? O'nli kasrlarda mana bu qo'shish va ayirishda virgullar ustma-ust turishi kerak. Ya'ni mana bu birlar xonasining tagida turibdi. 10 dan birlar xonasi, 10 dan birlar xonasining tagida turibdi. Xo'p, buni qo'shish quyidagicha. 1 ni tepasida hech narsa yo'q, 0 borni olib ketamiz. 0 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 1. 3 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 5, 2 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 6. Bo'ldi, mana shu tartibda qo'shiladi, ya'ni 6.151 chiqadi buni qiymati. Yoki bo'lmasa 2.341 ga qo'shmoqchimiz. 98.10 dan 2 ni. Qanaqa qo'shamiz? Yozamiz birinchi qo'shiluvchini. Ikkinchi qo'shiluvchini ham birinchi virgulni qo'yib olaylik. Mana 98 mana 2. Tushunarli, qanaqa yozishimiz? Endi 1 ni tagida hech narsa yo'qmi? 0 yozib olamiz va qo'shib ketaveramiz. 0 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 1. 4 ni ham tagida hech narsa yo'q. Ya'ni 0 yozishimiz kerak. 4 ga 0 ni qo'shib 4 yozamiz. 3 bilan 2 ni qo'shadigan bo'lsak 5. Virgul shunda to'g'ri o'zi tushib keladi. 8 2 ni qo'shadigan bo'lsak 0 bir yodda va 100. Demak, qiymat 100.1541 ga teng ekan.
Hop, yana bitta misol ko'ramiz. Hop, misol uchun 12,31 ga qo'shmoqchiman 2,3 ni. Hop, dastlab birinchi qo'shiluvchini yozamiz. 12,31 plus 2, mana ikkinchi qo'shiluvchi 2,3. E'tibor beramiz, virguli bilan virguli ustma tushyapti va mos ravishda 2 va 3larni tagiga yozdim. Hop, 1 ni o'zi kelib tushadi, chunki tagida 0 turibdi. 3 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 6, 2 2 ni qo'shadigan bo'lsak 4, mana 1 da o'zi keladi. Demak, 14,61. Hop, 4-misol. Hop, masalan, 241,2 ni qo'shmoqchiman 0,981. 1000 dan 981 ga qo'shmoqchiman. Qanday bajaramiz? Dastlab birinchi qo'shiluvchini yozamiz. Hop, 214 bo'lib qoldi. Mana 241 edi. 241,2. Keyingisini olib kelaman. Mana virgul tagiga yozaman va 0, bu yog'ida 981. Hop, qo'shishda mana bu yuqorisi sonlar yo'q-ku. Shuni 0 bor deb olib ketamiz. 0 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 1, 0 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 8, 9 2 ni qo'shadigan bo'lsak 11. Bir yodda mana birini yozdim. 1 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsak 1, mana bu bir yoddaligi bilan 2. 4 ni o'zi tushyapti, 2 ni ham o'zi tushyapti. Demak, 242,1000 dan 181 ga teng bo'ladi deb aytishimiz mumkin. Demak, qo'shish xuddi oddiy sonlar kabi qo'shiladi, faqatgina virgulini tagiga virgulini yozish kerak. Endi hop, ayirishni ko'ramiz. O'nli kasrlarni bir-biridan ayirish. Masalan, 9,181 dan ayirmoqchiman 2,141 ni. Hop, buni ham xuddi shu tagma-tag usulda ayiramiz. 9,181 ayrilgan 2,141. E'tibor beramiz, mana bu virgulni tagida turishi kerak. Ikkala virgul to'g'rima-to'g'ri turishi kerak. Endi ayirish bu yo'g'iga xuddi oddiy natural sonlarda. 1 dan 1 ni ayirsam 0, 8 dan 4 ni ayiradigan bo'lsam 4, 9 dan 2 ni ayirsam 7. Mana virgul ham mos ravishda to'g'ri o'zini o'rniga kelib tushadi. Shunda 7,140 soni hosil bo'lyapti. Endi bitta narsa bor. O'nli kasrlarda e'tibor beramiz. Mana bu oxiridagi 0 ni biz o'chirib olishga haqqimiz bor. Chunki sababi 7,140 sonini biz oddiy kasr, aralash kasr ko'rinishida o'tkazadigan bo'lsak, 7,140 ga to'g'ri keladi. Hop, surat mahrajini 10 ga qisqartirish mumkin, ya'ni 4/10. Endi qaranglar, 7,10 dan 4. Buni o'nli kasr ko'rinishida o'tkazsam 7,4. Mana bu bilan bu narsa ikkalasi teng ekan. Demak, nima qilish mumkin ekan? Mana bitta 0 ni tashlab olish mumkin ekan. Xuddi shu tartibda ikkita 0 kelsa ham ikkovini ham tashlab olishga haqqim bor. 3 ta bo'lsa 3ovini ham tashlab olishga haqqim bor. Xohlasam 7,10 dan 4 teng ekan 7,140 ga, to'g'rimi? Xohlasam mana buni oxiriga bitta 0 qo'shib olaman. Chunki mana ikkovi teng-da bu. Bitta 0 qo'shishim mumkin. Xohlasam 2 ta, xohlasam 3 ta. Cheksiz 0 qo'shishim mumkin va cheksiz 0 ni o'chirishim mumkin. Faqatgina mana bu oxirida kelsa bu 0 lar. Mana shu narsani eslab qolamiz. Xo'p, o'shaning uchun mana 7,140 ni 0 ni tashlab olib o'chirib yozdim va bu 7,10 dan 4 ga teng. Endi misol uchun 2,10 dan 3 dan ayirmoqchiman 1,10 dan 7 ni. Bu ham xuddi shu tartib. 2,10 dan 3 yoziladi, 1,10 dan 7 yoziladi. Mana bu virgullar mos ravishda ustma-ust tushyapti. Hop, endi bu yog'i oddiy ikkita natural sonni ayirish. 23 dan 17 ni ayiradigan bo'lsak, 3 dan 7 ni ayirib bo'lmaydi, shuning uchun 1 olib beramiz va 13 ga aylandi. 13 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak, endi bu 6. 1 dan 1 ayirsak 0. Hop, virgul o'z o'rniga kelsa, demak, ayirma 0,10 dan 6 ga teng ekan deb aytishimiz mumkin. Hop, yoki bo'lmasa misol uchun, hop, 2,141 ayrilgan 0,1000 dan 981. Buni qanaqa ayiramiz? Bu ham xuddi shu tartib. 2,141 yoziladi. Mana virguli ikkinchi sonimiz, mana 0,981. Hop,
Mana bu sonni birni yuqorisida hech narsa yo'qmi? Mana shu yerga 0 yozib ketishga haqqim bor. Sabab, men aytib tushuntirdim. Sonni oxiriga xohlagancha 0 yozishim mumkin yoki xohlagancha 0 da o'chirishim mumkin. Xo'p, bitta 0 yozib olsam bo'ldi. Mana bunga ro'para son hosil qilib olsam bo'ldi. Menga ortiqchasi kerak emas. Endi ayiramiz. Mana bu virgullarga e'tibor bermagan holatda xuddi ikkalasini ham nima deb oddiy natural son deb ikkovini bir-biridan ayiramiz. Xo'p, 0 dan 1 ayirolmayman, shuning uchun 1 dan olib beraman, 1 maydalaymiz va ayirsak 9. Xo'p, mana bu yerda 0 qolganda 4 dan 1 maydalaymiz, 10 dan 8 ayiradigan bo'lsak 2. Xo'p, bu yerda 3 qolgan, ha? 3 dan 9 ayirolmayman, shuning uchun 2 dan 1 maydalayman. 13 hosil bo'lyapti. 13 dan 9 ayiradigan bo'lsak 4. Mana bu virgul to'g'risiga keldi. Mana bu yerda 1 qolganda 1 dan 0 ayiradigan bo'lsak 1. Demak, natija 1,1429 ga teng ekan deb gapirishimiz mumkin. Xo'p, demak, qo'shish va ayirish shu. E'tibor beradigan eng asosiy muhim joyi, ikkalasini ayirishda yoki qo'shishda, mos ravishda virgullari o'zaro ustun-ust bo'lishi kerak ekan. Misol uchun 2,141 ga 200 butun mingdan 2 ni qo'shmoqchi bo'lsam ham xuddi shu tarz. Mana bu 200 butun mingdan 2 ni ostiga mana bu virguli ustun-ust tushgan holatda 2,141 ni yozamiz va 2 o'zi kelib tushadi. 1 ga 0 1, 4 ga 0 4 va 2 ga 0 2. Mana bu 0 ni o'zi. Demak, natija 202,142. Yoki bo'lmasa, ikkovini ayirmoqchi bo'lsam, hop 200 butun mingdan 2 dan ayirmoqchi bo'lsam 2,141 ni. Buni ham xuddi shu tarz yozamiz, virgulini ostiga virgulini va 241 mos ravishda keladi. Mana bu 0 yozib olamiz, to'ldirib olamiz. 2 dan 0 ayiradigan bo'lsak 2. Xo'p, mana bu yerda 1 qoladi. 9 9 9. Mana bu yerda 10 qilib maydalaymiz. 9 5 7 9 1. Adashmasam shu 197,542. Mana shu tartib 592. Mana shu tartibga keladi. Xo'p, yoki bo'lmasa qaraylik, 2,141 dan 200 butun mingdan 2 ni ayirmoqchi bo'lsak nima ish qilamiz? O'sha hali kichik sondan kattasini ayirish bo'lib qolganda, kattasidan kichigini ayirib olardik. Esingizda bo'lsa, keyin oldiga minus ishorasini qo'yib qo'yardik. Demak, mana bundan, mana bu birinchi kelayotganini ayirib, ya'ni mana bu kattasidan kichigini ayirib, oldiga minus ishorasini qo'yib yozib qo'ysak, natija kelib chiqaveradi. O'nli kasrlarda ham xuddi o'sha kichik sondan katta sonni ayrishdagi qoidamiz ishlab ketaveradi. 7,3 dan ayirmoqchiman 1,3 ni. Natija, misol uchun 6. 1,3 dan 7,3 ni ayirmoqchi bo'lsam, kichik sondan katta sonni ayirish bo'lyapti. Kattasidan kichigini ayiraman, natija 6 va oldiga minus qo'yib qo'yaman. Sabab kichigidan men kattasini ayiryapman. Demak, mana shu tartibda ishlab ketaveramiz. Xo'p, qo'shish, ayirish mana shular. Endi o'nli kasrlarni ko'paytirish va bo'lish. Xo'p, o'nli kasrlarni ko'paytirish va bo'lish. O'nli kasrlarni ko'paytirish va bo'lish juda ham oson, ayniqsa ko'paytirish. Xo'p, 2,3 ni 2,4 ga ko'paytirmoqchiman. Nima ish bajariladi? 23 bilan 24 ni shunchaki ko'paytiramiz. Xo'p, tagma-tag yozaylik mana shuni. 23 bilan 24 ni o'zaro ko'paytiramiz. Umuman virgulga e'tibor bermagan holatda. Ko'paytiradigan bo'lsak 4 ga, hop 2, hop 9, ya'ni 92. 23 ga ko'paytiradigan bo'lsak, mana 46 qo'shadigan bo'lsak 2, 5, 5. Ya'ni 552 chiqdimi? Hop, mana shuni yozamiz. 552. Bu mana bu birinchi ish bo'ldi. Endi ikkinchi ishimizda nima qilamiz? Ikkinchi ishda virguldan keyingi kelayotgan hamma raqamlarni sanab chiqamiz. Virguldan keyin bitta raqam keladi. Bunisida ham bitta keladi. Jami 2 ta bo'ldimi? Jami 2 ta. Endi virgul qo'yib qo'yamiz. O'ngdan chapga sanagan holatda mos ravishda 2 ta raqamdan keyingi. Xo'p, bitta, 2 ta. Demak, 5,152. Yoki bo'lmasa, qaraylik. 0,123 ko'paytirilgan 0,124. Xo'p, nima qilamiz? 20 virgulga e'tibor bermaymiz. 23 bilan 24 ni ko'paytirish, ya'ni natija 552. Virguldan keyin mana bunda 2 ta, bunda 2 ta, jami 4 tami. Xo'p, virgul hozir men yerda turibdi deb tasavvur qilamiz va chapga 4 ta siljiymiz. Bitta, 2 ta, 3 ta. Mana bu yerda 3 ta bo'ldi. Xo'p, biz 4 ta surishimiz kerakmi? Bitta 0 qo'shib olamiz oldiga. 4 ta deymiz. Mana bu yerga virgul tushadi. Demak,
10 mingdan 552 deb gapiramiz. Ya'ni mana bu virgul mana bu yerga tushdi. Ya'ni virguldan keyin mana 4 ta raqam bo'lib qoldi. Yoki bo'lmasa 200 2,1 ni ko'paytirmoqchiman 3,10 ga. Xo'p, ko'paytiramiz. 241 ni hop 32 ga. Xuddi natural sonlar kabi. 2 8 4 3 2 mana 7 2 1 7 8. Demak, hop uzilmay bitta adashib ketdim. 7. Hop. Demak, 7712. Mana bu yerga yozaman. Mana 7712 ni. Virguldan keyin nechta turibdi? 2 ta. Virguldan keyin nechta turibdi? 1 ta. Jami qo'shadigan bo'lsak 3 tami? Demak, virguldan keyingi kelayotgan raqamlar soni 3 ta. Demak, chiqqan natijamda o'ngdan chapga qarab 3 ta siljiyman. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Demak, virgul mana bu 2 ta 7 ni orasiga kelyapti. Demak, natija 7,712 ga teng ekan deb gapirishimiz mumkin. Ko'paytirish shu. Misol uchun agar oddiy natural songa ko'paytirish bo'lib qoladigan bo'lsa ham 241 ni misol uchun 32 soniga ko'paytirish kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, 241 ni 32 ga ko'paytiramiz. 7712. Hop, virguldan keyingi sonlar, raqamlar ikkitami? Bo'ldi, ikkita suramiz. 77,112 ga teng bo'lib qoldi. Yoki bo'lmasa 1,12 ni 3 ga ko'paytirmoqchimiz. 12 ni 3 ga ko'paytiramiz. 36. Virguldan keyin nechta raqam bor? Jami bitta. Demak, bitta virgul sursak bo'ldi. 3,16 ga aylanadi. Yoki bo'lmasa 2,124 ni 2 ga ko'paytirmoqchiman. 2,124 ni 2 ga ko'paytirish 224 ni 2 ga ko'paytirish kabi ishlanadi. Ya'ni 448 va oxirida virguldan keyin nechta son bor? Nechta raqam bor? 2 tami? Demak, 2 ta surib qo'yishim kerak. 4,148 ga aylanadi. Demak, mana shu tartibda o'nli kasrlarni o'nli kasrga, o'nli kasrlarni butun sonlarga ko'paytirib ishlab ketishimiz mumkin. Xo'p, endi bo'lish. Bo'lishda nima ish bajariladi? Bo'lishda bo'lishga ozgina e'tibor berib qarasizlar, bo'lish sal kim uchundir qiyin bo'lishi mumkin. Ko'pchilik qiynaladi bo'lishda, chunki hop, masalan 2,148 ni bo'lmoqchiman 0,10 ga. Ya'ni ikkita o'nli kasrni bir-biriga bo'lish kabi ishlanadi. Bo'lish kelyapti. Endi bu qanaqa ishlanadi? Buni biz e'tibor beramiz. Mana bu bo'luvchi deb atardi ham. Misol uchun A bo'lingan B bo'ladigan bo'lsa, bu bo'luvchi bo'lardi. Mana busi bo'linuvchi bo'lardi. Biz o'nli kasrlarni o'zaro bir-biriga bo'lishda mana shu bo'luvchini butun son ko'rinishida yozamiz. Ya'ni 0,4 to'r shakliga o'tsin. Buning uchun nima ish qilinyapti? Mana bu virgul 10 ga bitta siljiyaptimi? Ya'ni 0,4 emas, endi 4 ga aylanib qolyapti. Xo'p, demak bitta virgul surish orqali buni butun son shakliga keltirsam bo'lar ekan. Endi shu paytda mana bu bo'linuvchini ham mos ravishda bitta surib qo'yishim kerak. Bo'lmasa qiymat o'zgarib ketib qoladi. Tushunarlimi? Ya'ni 2 dan keyin turgan virgul bitta siljida mana 4 dan keyin o'tib qoldi. Ya'ni ikkalasidan ham bir xil, ya'ni bunisidan bitta bo'lsa, bu ikkinchisidan ham bitta virgul suriladi, ya'ni o'ng tomonga. Nima uchun? Chunki biz mana bu bo'luvchini butun son shaklida yozishimiz kerak. Va bu 24,10 ni endi 4 ga bo'lishga aylanib qolyapti. Endi buni qanaqa ishlaymiz? Xo'p, buni yozamiz. Burchak usulida bo'lamiz. Xo'p, 24 ni ichida 4 talikdan 6 ta bor. Ko'paytirib ayiradigan bo'lsak 0. Endi mana bu virguldan keyingi son tushadi, to'g'rimi? O'sha paytda virgul qo'yib qo'yamiz. Endi 8 ichida 4 talikdan 2 ta bor deymiz. Ko'paytirib ayirsak mana 0. Demak, natija 6,12 ga teng bo'ldi deb gapiramiz. Xo'p, yoki bo'lmasa yana bir misol. Xo'p, 7,121 ni bo'lmoqchiman 0. Xo'p, mana shuni 7,126 deylik. Shuni bo'lmoqchiman 0,3 ga.
Buni qanaqa ishlaymiz? Buni hozir aytib o'tdim. Bo'luvchida umuman vergul qolmasligi kerak. Uning uchun nima qilamiz? Vergulni o'ngga qarab suramiz. Nechta sursak oddiy butun songa keladi? 2 ta. 3 ga aylanib qoladi, to'g'rimi? Mana 2 ta surdim va 3 ko'rinishda yozdim. Endi bunisidan ham mos ravishda 2 ta surib qo'yishim kerak. O'sha paytda bu 726 bo'lib qoladi. Xo'p, 726. Endi mana bu 7,26 ni 0,3 ga bo'lish, xuddi mana bu 726 ni 3 ga bo'lish bilan natijasi bir xil bo'ladi. Va biz oxirida 726 ni shuna 3 ga burchak usulida bo'lib qo'ysak bo'ldi. 2 ta, 6 ta, hop 1, 2, 4, hop 12, 62 ta. Ya'ni 242. Natija 242 ga teng bo'ladi deb gapiramiz. Hop, misol uchun endi qaranglar, mana shu yerda 7,26 bo'lingan 30 kelsa-chi. Bunda nima ish qilamiz? Bunda ham xuddi shu tartib. 7,26 ni yozamiz. Xo'sh. 7 ni ichida 30 talikdan umuman yo'q, to'g'rimi? Hop. 0 yozamiz va hop. Endi 72 ni ichida qaraymiz. Nima bo'ldi bu? 72 ni ichida qaraymiz. 72 ni ichida qarayapman. Ya'ni mana bu 7 ni emas, endi mana bu 2 ni ham qo'shib ko'ryapman-da. Hop, endi virguldan keyingi son tushdi, ya'ni 2. Shu paytda mana bu bo'linmaga bitta virgul qo'yaman 0 dan keyin. Hop, 72 ni ichida 30 talikdan 2 ta bor. 60. Ayiradigan bo'lsak 12. 126 ni endi 30 ga bo'ladigan bo'lsak 4. Hop, ko'paytirsak mana 120, ayiradigan bo'lsak 6. Hop, tepadan mana shu yerda 6 ni o'zi qolyaptimi? Qoldi deb ketmaymiz. Tepadan bitta xayoliy 0 tushiramiz. Ya'ni mana bu yerga cheksiz 0 yozishim mumkin edi-yu, zaxirada 0larim bor. O'shalarni tushiramiz. Hop, 60 ni endi 30 talikdan 2 ta bor. Demak, natija 0,242 ga teng bo'ladi deb yozishimiz mumkin. Hop, demak, bo'lish mana shu tartibda ishlanadi. Hop, yana bitta misol ko'rib qo'yamiz. 12,142 ni bo'lmoqchiman. 100 dan 428 deylik. Mana shuni bo'lmoqchiman 0,10 dan 4 ga. Buni nima qilaman? Bitta virgul suraman. Bu 4 ga aylanadi. Bundan bitta virgul suradigan bo'lsam, bu 124,128 ga aylanadi. Endi 128 ni 4 ga bo'lsam bo'ldi. 124,128 4 ga bo'lsam bo'ldi. 12 taning ichida 3 ta bor. Ayirsam, hop, 0, mana bu yerda 4 tushadi. 4 ichida bitta bor. Hop, ko'paytirsam 4, ayiraman 0. Endi mana bu 2 ni navbatim 2 tushadimi? Mana bu yerda virgul ham keldi. Virguldan keyingi son tushdimi? O'sha mana bu yerga virgul qo'yishim kerak. Endi 2 tushdi, yetmadi. 8 tushdi. Esimizda bo'lsa bo'lishda ketmaga 2 ta son tushirib olsak, bitta 0 qo'shib qo'yardik-a. Hop, endi 28 ichida 4 talikdan 7 ta bor. Ayiradigan bo'lsak, mana 0. Demak, bo'linma 31,7 ga teng bo'lar ekan. Hop. Demak, ko'paytirish, bo'lish, qo'shish, ayirish mana shulardan iborat. Hop, tushunmagan joylar bo'lsa, yozinglar, tushuntirib beraman. Mana shu oxirgi yozgan postimga yozaveringlar. Hop, savolmi, nimadir tushunarsiz joyim bo'lsa, aytinglar, ko'rib ketamiz.